عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول صلى الله عليه وسلم bir beduin keldi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldina. Sairur ras, chashlari to'zib ketgan. Chashlari to'zib ketgan deganda bu o'sho'lala cho'lning ichida yashagan, ilmi yo'q, o'roy, o'shunday bir sahoba. Ilmi yo'q, o'roy. Arabiylarning bir qasiyati ilmi yo'q, o'roy, o'zing qarabagan, biroq eng cho'ng qasiyati birlardan tuzligi. Avar tuz to'g'ri so'ylaydi, anan aytqanin atqaradi. O'shunday bir beduin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga kelib aytdi: "Ya Rasululloh, akhbirni maza faradallohu alayya min as-salah." Maga aytchi dedi, o Muhammad dedi. Alloh maga qanday namozni farz qildi? Faqal as-salavatul khamsi illa an tatawwa shay'a. Allohning saga buyurgani 5 vaqt namoz, bir kundagi 5 vaqt farz namoz. Eğer sen özün nafil qo'shib o'qisang, al o'zingning namozing. Alloh farz qilgan namoz emas bu. Faqal akhbirni bima faradallohu alayya min as-siyam. Ema aytchi maga dedi. Alloh taolo maga qanday ro'zani farz qildi? Faqal shahru ramazon illa an tatawwa shay'a. Ramazon oyida kelgan ro'zani Alloh saga farz qildi, millatli turda atqarishing kerak. Alemi nafil ro'zalarni qarmasang, bu Alloh tarafidan farz emas, o'zingning ixtiyoring. Faqala akhbirni ma faradallohu alayya min az-zakat. Endi maga aytchi, Alloh taolo maga qanday zakatni farz qildi? Faqal fa akhbarahu Rasul sallallohu alayhi vasallam shara'a al-islam. Abdullah Talha aytadi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam boshqa islomning shariatlarini tushundirdi. O'sha zakatni da aytib berdi. Zekatni da aytib berdi. Boshqalarini da aytib berdi. Ajini da aytib berdi, o'shuning ichiga kirib ketadi. Aytib bergandan keyin janobi beduin aytdi, antishdi. Vallazi akramaka, seni payg'ambarchilik menen hurmatli qilgan Allohga antishib aytaman. La atatawwa shay'an, men o'zim qalab nafillerdi birindagi jasalayım. Wala anqusu mimma faradallohu alayya shay'a. Biroq Alloh maga farz qilganlardan birosindagi kemitmeyim. Biroq o'zim tatavvu qilib nafil o'qiyman. Allah sen aytgan farzlardan birindagi kemitmeyim. O'shaga antishdi. Ketdi. Faqala Rasulullah, alib ketgandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Aflaha in saddaqa." Eğer sözünde tursa 5'e tushadi. Eğer sözünde tursa 5'e tushadi. O'shonduktan musulmon odam uchun eng negizgi narsa farzlarga ko'ngil buruv. Bunu dalil bo'ladi hadis, farzlarga ko'ngil buruv. Biroq keyingi mezgillerde shunday musulmonlarning orasida nafildin ayavay xizmati cho'ng, musulmon odamni ruhoniy tarbiyalanishina, ruhoniy tozalanishina nafil ibodatlarning xizmati cho'ng. Biroq hech qachon nafil ibodatlarni farzning qatorina qo'shib kerak. Eğer nafil ibodatlar menen charchab qolib, aning ziyoni farz atqaruga zalaqasi keltirgan bo'lsa, anday nafil ibodatlardan saqlanish kerak дағы, adam o'zining mumkinchiligin, aql esin, kuchin, qudretin nega saqlash kerak? Farz ibodatlarga saqlash kerak. Da'vatda da o'sha. Farzga chaqirish kerak birinchi o'rinda. Anam farzni epteb olgandan keyin, farzga yaxshi bekin bo'lib qolgandan keyin, andan keyin nafil ibodatlarga chaqirish. Biroq da'vatda ko'pchilik odamlar ushul narsani
davattın uşul erejesini düşünbegöndükten adegende ele emnege çakırıp kelет? Nafilge çakırıp kelет. Oy sen İslamda neç nerseni düşünbegen adamga sen tün jarımda turup alıp namaz okuşun kerek dese al. Oğur kelет da al adamga. Bir günde 5 maal namazga moynu jar berbegen adam kantip tündösü turup tünkü namazga turat. Oşonduktan İslam'ın erejesinde o hadislerin dalili menen birinçele adegende farz namazlarga çakırış kerek. Farz namazlardı atkarıp nafil namazlardı atkarbagan biröөнү körüp kalsanız anı jaman körgöşüңüz kerek. Sebep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga no adam ant işte. Men farzlardan birini daha kaltırbayım, birok nafildi biröөнү da jasabayım dese, eger sözünde dursa 5'e düşet dedi. Hazır ушундай musulmandардын ортосунда жек көрүү ушундан келип чыгышы мүмкүн да. Мына мечиттерде көп намаз окуп калабыз. Кээ бир адамдар фарызды окуп туруп чыгып кетип атса, сүннөттү окубайт бекен мынау дейт. Ар бир адам өзүн билиш керек да. Өзүнө бекен болуш керек фарыздарга. Анан бирөөнүн ибадаты үчүн биз жооп бербейбиз. Ар ким өзүнүн ибадатына өзү жооп берет. Anan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in körgözmesi boyunca farz namaz meçitte okulganı jakşı, sünnet namazın uyda okulganı jakşı. Sünnet namaz nafillerden sünnetin en jakşısı uyda okulgan. Oşonduktan sahabalar farzdı gana meçitte okup sünnetlerini uyda okuşkan. Eger birөө ошол хадисти окуп алып туруп, фарызды окуп мечиттен чыгып кетип бараткан болсо, аны сөгүп калышы мүмкүн. Жаман көрүп калышы мүмкүн да. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн ибадатына бекен болуш керек. Башка адамдардын ибадатыга ал жоопкер эмес, Аллах Таала өзү нар жакта сооп берүүчү дагы өзү, жаза берүүчү дагы өзү. Бұл хадистин дареги имам Бухариден 1793, Муслимден 11-ci hadis.